Javohir 25 yoshda edi. Oddiy oila farzandi. U har doim halol yashashga uringan, lekin hayot uni boshqacha yo'ldan boshladi. U bir yili Rossiyada qurilishda ishlayotgan payti klubda tanishgan qiz Jasmin bilan yaqinlik qildi. Jasmin go'zal, o'ziga ishongan, ammo sirli qiz edi. U aslida fohisha edi. Lekin buni Javohir bilmasdi. Kechalari birga bo'lishib, keyin esa Jasmin g'oyib bo'lardi. Javohir o'sha kechalardan birida SPID virusini yuqtirib olganini bilmasdi. O'zini sog'lom his qiladi. Hayot esa davom etardi. O'zbekistonga qaytgach, Javohirning onasi unga qishloqdan Halima degan go'zal, tarbiyali qizni topib beradi. Halima soddadil, pokiza qiz edi. Javohir bu qizni yaxshi ko'rib qoladi. O'zini yangi hayotga boshlayotgandan baxtli edi. To'y sanasi belgilandi. Oila, qarindoshlar, butun mahalla tayyorgarlik ko'rmoqda. Lekin Javohir o'zini 1-2 oydan yomon his qila boshladi. Tanalari ozdi, harorati chiqdi. Doktorga borganda esa dunyosi ostin-ustun bo'lib ketdi. Unga SPID tashxisi qo'yildi. Javohir nima qilishni bilmasdi. Halimaga aytsa uni yo'qotadi, aytmasa begunoh qizning hayotini barbod qiladi. Onasi esa faqat to'y haqida o'ylamoqda. Nomus va obro'ni birinchi o'ringa qo'yadi. Javohir ruhiy tushkunlikka tushib qolgan. To'y kuni keldi. Kuyov libosida, lekin qalbi bo'm-bo'sh edi. Halima esa oppoq libosda unga qarab jilmaymoqda. Ammo Javohir ichida o'zi bilan kurashmoqda. To'y marosimi boshlanishi bilan Javohir hammani hayratda qoldirib, mikrofonni olib, qo'lidagi qog'ozni o'qiy boshladi. U yelkasi titrab, ko'zlari yoshga to'la holda haqiqatni o'qib berdi. Men sizlarni aldadim. Men bugun to'y qilayapman, lekin yuragimda o'lim kechmoqda. Men sevganimdan bu qizni o'zgartirmoqchi edim. Ammo men unga kasallik olib kelganman. Mening hayotim tugadi. Halimani esa asrang deb to'yxonadan yugurib chiqib ketadi. Ertasi kuni esa uni baland bino ostidan, endi qurilayotgan domning tagidan o'lik holda topishadi. U o'zini 5-qavatdan pastga tashlab yuborgan bo'ladi. Javohirning o'limi butun mahallani larzaga soladi. Halima esa og'ir ruhiy zarba oladi. Oradan bir necha kun o'tib esa u haqda ijtimoiy tarmoqlarda bong uriladi. SPID haqida haqiqat nomli maqola esa barcha gazeta va internet saytlarda e'lon qilinadi. Zero shunday holatlar qayta takrorlanmasligi uchun. Ota-onalar, farzandingizga bee'tibor bo'lmang.